Bizda Geely Atlas Pro tavo qilish kerak, yog' almashtirish kerak. Xudo xolasa keldi. Yog'ini to'kdik, korobkani ham yog'ini almashtirish kerak. Korobkani slievnoy buni bo'ladi. Xudo xolasa hozir buni bo'shatib, motorni yog'ini qo'yib, yana korobkanikini to'kdik. So'ng tepadagi nalivnoy boltni shuni bo'shatasizlar. Necha litr yog' to'kilgan bo'lsa, shuni qarab qo'yasizlar. Bizda bunaqa hisoba yog' litrovkamiz bor, shuni o'lchab qo'yamiz. Ishga qo'yamiz. 40 ming, 50 mingdan almashtiraverasizlar yog'ni, чтобы yo'lga tiqilib uzoq xizmat qiladi korobka. Mana xudo xolasa mashinamiz bitdi. Yog'ini almashtirdik, korobka, motor yog' almashtirdik. Kimga bunaqa usluga kerak bo'lsa, mana bizda shunaqa usluga bor. Mashinani motorni almashtirgandan keyin bunaqa chista, yangi, go'zal qilib beramiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Bu aytib qo'yay, suvsiz bo'ladi. Suxoy shunaqa chista olib kelganmiz. Чтобы mashinani любой gryazini ketkazadi. Chista, chek-pek yonmaydi, xudo xolasa. Asal bo'lib, yangi bo'lib maza qilib berasizlar.